Assalomu alaykum akalar. Bugun obzorimizda Lexus IS 250 mashinasi bo'ladi. Mashinamizda Fomatic, ya'ni 4 ta ballonni tortadi. Okalar, mashinamizda 2.5 motor. Motori probegi 195 ming, motori ходовой, korobkasi zo'r. Mashinamizda полный restayling qilib qo'yilgan. Bitta obzorni ko'ramiz va narxi videoning oxirida. Narxi xudo xolisa yuvosh. Mashinani qaranglar, juda ham chiroyli va agressivniy restayling farlar qo'yilgan, restayling bamperlar qo'yilgan, balonlarning holati zo'r. Karbonoviy nakladkalar qo'yilgan. Aytib o'tganimdek full komplektatsiya, ya'ni lyuklari ham bor. Bunaqa mashinalarning internetdagi narxi 15 mingdan 17 ming dollargacha, bizaniki yuvosh xudo xolisa. Orqa rakursini ko'ramiz. Restayling farlar turibdi, restayling bamperlar, двойной выхлопной sistemalar qo'yilgan, orqa kameralargacha bor. Xoslar bilan endi bitta interyerini ko'ramiz. O'zini родной ko'jalarida turibdi. Круговой tonirovkasiga ruxsati bor. Android mikrofon qo'yib qo'yilgan, полный kamera, YouTube hamma narsamiz bor. Обогрев обдув-sidenlarimiz bor, avtomat korobka, klimat kontrol zonalari bor, cruise kontrol, multimediani boshqaradigan rejimlar bor. Xo'p, detskiy rejim, stiklopodiyomlik hamma narsalari bor. Karbon paket qilib qo'yilgan mashina. Bunaqa mashinalarni aytib o'tganimdek, narxi 15 mingdan 17 minggacha. Bizaniki narxi 12200 AQSh dollari okalar. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi, arzon dinamika xizmatinglarda. 12200 dollarga Lexus IS 250 Fomatic.